Bugungi kunning dolzarb mavzusidan biri bo'lgan semirish haqida ozgina fikr yuritamiz. Mana juda ko'p ayollar keladi, bemorlarimiz keladi. Men semirib ketyapman. Aptekada mana bu dorini oldim. Mana ukolni qilsam bo'ladimi? Mana ukolni qildim. Bu xalqning orasida semizlik juda ko'p keng tarqalyapti. Har xil dorilarga xalqimiz ko'proq e'tibor berib qolyapti. Semirishning asosiy sababini bilib olmaguncha uni davolash qiyinroq bo'ladi. Semirishning asosiy sababi bu sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik, tanamizni gormonal o'zgarishlarida vaqtida tekshirtirmasligimiz sabab bo'ladi. Buning uchun endokrinolog konsultatsiyasi juda muhim deb o'ylayman. Tanamizning gormonal o'zgarishlari, bularning hammasi semizlikka olib keladi. Bo'qoq bezining, ya'ni qalqonsimon bezning ishlash faoliyatini pasayib ketishi semizlikka olib keladi. Boshqa endokrin tizimlarida gormonlar o'zgarishi semizlikka olib keladi. Bundan tashqari aholini sog'lom turmush tarziga amal qilmasligi, sog'lom turmush tarzini rejalashtirmasligi semizlikka olib keladi. Semirgan sarimiz yurak qon tomir kasalliklari, endokrin kasalliklaridan qandli diabet hozir semizlikdan keyin juda ko'p tarqalgan hisoblanadi. Shuning uchun men sizlarga maslahat berardim, endokrinolog qabulida bo'lishdi va endokrinologni maslahatini olishni tavsiya berardim.